Mana bu kelasi bir haftaga bizni mehmonxonamiz Diamond Bay Continental Reception endi. Aytdimizdek suvlar qo'yib qo'yibdi, mana stakanchiklar bunday quyib olamiz, to'ldirib. Ballar mazza qilib ichyapti, o'zim ham mazza qilib ichyapman. Na qizim? Bu ishi. Так. Розовая гуава и клубничная вода. Hozir ichgan suvimiz. Elektrический mashinkalarda hozir olib qo'yishar ekan xonamizga. Mana xonamiz. Tevik 62-201. Kalitlar kiraverishdi. Shuni bo'yicha xolodilnik. Rakovina, tak betlarda, shkaflarimizda rozetka, lekin bo'sh, idish yo'q. Aytdi bitta oshxonada 4 ta stolli ovqatlanadigan joy. Seyf. Tapichka slansi qo'yib qo'yishibdi. Ikkita bilan slansiga asosan o banni xalatlar, yeshilkalar bilan bitta zont ham qo'yib qo'yibdi. Bo'laveradi 2 kishi yashasa. Choyga to'plam, kroshka, ko'ryapsizlar. Chaynik hammomi mana. Hammomni ko'rsatsam, nima desam ekan? Ozoda yaxshi, nimaga endi oynak, oynak parda bilan to'silar ekan, ekran bo'lar ekan. Banni sochiqlar, katta mana oynak. Rakovina jo'yib chiroyli. Bitta to'plam endi bu yerga tish pastasi sovun bo'lishi kerak. Tualet qog'ozi. Ayollargani etti, ishqilib yashilkalar chiroyli. Yaxshi, pokiza. Diamond Blue qaytarib o'taman. Mehmonxonasi. Bu haroratda konditsionerda demak. Regulirovkasi. Televizor. LG. Mana bu yerda chiroyli bunday jurnal qanaqadir. O'qib chiqamiz nasib qilsa. Mana atelimizni Diamond Blue bas Diamond Bay ekan. Balkonimiz ham bor ekan, qarang endi. Balkonimizda mashalloh, mana go'zallikni qarang endi. Alhamdulillah, shuna o'lkalarni ko'rsatganingga shukr, rizqimizga shuna yozib. Shunday baseynni tomosha qilib tursa bo'lar ekan. Juda endi tomosha basi, lekin borligini bilinib turar ekan. Nevaram chiqdi mana. Mubashshir xonim chiqdilar. Endi chiqamizda baseynga. Tak, mana juda ozoda, oppoq. Ayni sakring. Balajonim o'zim. Zo'r. Rozetkalari mana ko'ryapsizlar. Yevro ham universal ekan. Universal. Yevro rozetka ham joylasa bo'ladigan. O'zimiz oddiy vilka. Asmo. On 4-iyul. Bugun birinchi bomdodimiz Necheng shahri bo'lishi kerak. Xudo xolasa shahar hali ham oxirigacha aniq bilganim yo'q. Bugun birinchi bomdodim. 3:43. Ertalabki bomdod vaqti soat 4da bomdod ekan. Endi taqvim bo'yicha soat 4da ekan.
Hozir bomdod namozini o'qib, mana endi Xudo xolasa ertalabki bir bomdod bilan tanishtirish maqsadida mana shuni olyapman. Qarang, ko'rinishida ham tinchlik, sokinlik, alhamdulillah. O'zimizda ham shunaqa hozir soat 4da masjidlarda bomdod o'qilyapti. Hozircha bu yerda masjid bor yo'qligini bilganim yo'q. Ko'proq bo'lmasa kerak. Bitta mana tog' ko'rinyaptimi yo'qmi? Yaqinlashtirsam mana endi keyin ko'rinar ekan. Ertalab 3:00 chiqdik. Sal kechroq, lekin 10gacha hali vaqtimiz bor. 6dan 10gacha ekan. Mana chiroyli basseyni bor, ama kecha cho'milgan joyimiz kattagina. Ballarda ham shu basseynga olib tushdik, orqada juda yaxshi ballardiki bor ekan, o'zi kichkinalarda ekan. Kichkinagina baland, shirin, po'stlari shoptolni po'stlariga o'xshaydi, yupqa. Tilla balıqchalari bor ekan. Mana bizni Shamshodga o'xshaydigan daraxt ekan, unga qizil gullar ekan. Bargidan ama anorimizga ham o'xshab ketyapti. Bargidan. Lekin bular mana mana o xumcha, cho'michi bilan toshlar oyoqni yuvgani. Kim oyog'i kirib bo'lsa, bunday qilib yuvib, keyin uyga kirib ketadi xonalarga. Ajoyib. Mana bu yerda ko'rsatib ham qo'yibdi. Foot bath. Mana o daraxtimiz, mana e'tibor bersalaring, iplar osilib turibdi. Bu o'sha barglarimdek ochilganda ipi o'rtasida, markazida bo'lar ekan mana shu iplar. Mana ingichka iplar. Shular shunday sidirilib tushib, keyin barg ikkiga yoyilar ekan aqa-baqa. Hammasidan shu barglar tushgan. Maşallah, subhanallah. O tipasi. G'uj bo'lib ochilar ekanmi? Mana bu. Mana o daraxtimiz endi bu kokos. Tepasini ko'rsataman, xudo xolasa mana. Kokoslarni ko'ringlar. G'ich. İşte velosiped turibdi, ko'rmoqchiman nimaligiga. Minsa bo'laverarmikan bu yerda mahalla odamlarni, mahallaniki bu sumkalar. Shu qavatli unaqa joylari ham bor. Xudo xolasa mana shunaqa qirg'oqqa ketyapmiz. Lekin bu nimani qirg'og'i? Bu daryoni qirg'og'i ekan. Bizga dengiz kerak edi, dengiz. Qushlar sayrashni eshitdinglar. Mana shu ko'prikdan xudo xolasa hozir o'tishimiz kerak inshaalloh. Oldidagi gullarni qaranglar, ana shunday. Mana bu mittivoyim. Человек пауким. Человек паук. Человек паук. Bu ali keshiyu basmi nabodo. Keshiyu daraxtini mevasi shuna buga bo'lardi, tayadan oqib turadi ochilib. Ha, mana mevalari. Boshqasini mevasi bu. O'shaniki emasmi? Yo'q, mana qarang boshqa nima.
Mana onun mevasi. Mana o nima desamkin bu kokosga o'xshaydi, lekin mevalar mana bunaqa. Mana blokimizdan xudo xolasa O'zbekistondan keltirib, ataylab devor quribdi bu Vyetnamliklar. Qoyilmisiz? Mana o shaxsiy bizning shopirimiz. Otlari Ching Panchun. Olib ketyapti bizni xudo xolasa endi qirg'oqqa. Bizni oilamiz. Mana Tillo qizim. Xolasi otabek qilib bergan. Aytdi mana balajonim. Bu mani quyosh qizim, mani quyoshim. Ajal qizim o'zim. Anh ơi, vì một xe đó em mới rồi cho biết. Dengizimiz bu tog'oni o'rmonzor. Ag'i o'rmonda orqasi golf maydoni ekan. Welcome. Va nihoyat dengizga yetib keldik. Mana to'lqinlar yotibdi. Bepoyon dengiz. Issiq ekan oyoq. Yurmayapti, lekin issiqqina. Soat 10:30 ga mana isib qopti. Aysmo xonim, o'zim olib boraman qizim, dengizga tushiraman. Qarab tur qizim. Ketdikmi hozir? Men rasmga olib bu yuzi. Ana bu yuzga ham deb qo'ying. Qo'lingizni siltab. Aysmo qaqa ketyapti. Diamond Bay. Diamond Bay. Mehmonxonasida mana bu o'zini plyaj bor ekan. Bu faqat mehmonxonada istiqomat qiluvchilar uchun. Oq qum. Dengizga tushsiz ancha metrgacha qum. Men ishqili har qalay bir 20 metr oldinga surildim. Qumsiz joy oyog'im sezmadi. Faqat qum juda yumshoq, yoqimli. Suvda harorati endi juda ajoyib bir mo'tadilki mazza qilasiz. Issiq ham bas, sovuq ham bas. Ajoyib. Endi taxminan 25 gradus bo'lsa kerak, yana bir aniqlik kiritib ko'rish kerak. Internetda ma'lumotlar bo'lsa kerak. Nima ekan? Mana Ismo xonim. Plyajni o'zini mana tozalovchilari shu mehmonxona xodimlaridan-da endi bular ham. Dengiz qirg'og'ini farroshlari. Dengizda juda ko'p narsa oyna qilib kelar ekanda. Labi balajonim. Qani? Nima bo'ldi?
Labbi. Sho'ring, qo'rqmang balam. Men o'sha yerdaman, qarab turaman sizga. Qo'rqmang. Oyog'ingizga suv kelsin. Ana to'lqinlar keldi. Qo'rqmaydi mani balajonim. Qalay o'tiribsiz endi? Delfin bo'lib ketdingiz o'zi, delfin. Chiqqingiz kelmadi?